Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videoroligimizda sizlar bilan sarmoyasiz kuniga 1000 rubl ishlab boramiz. Do'stlar, sarmoyasiz kuniga 1000 rubl ishlash uchun bizga mana bu sayt kerak bo'ladi. Mana shu sayt havolasini video tagida hamda kommentariyada qoldiraman. Bemalol kirib olib, sizlar ham sarmoyasiz ishlab borsangiz bo'ladi. Qarang, mana kiramiz. Kirgan paytda hozir birinchi navbatda sizlar Google Chrome'ga kirib olasiz. Kirib olgandan so'ng mana shu sayt orqali desktop versiya qilib oling. Bu bizga misol uchun ishlashimiz uchun yaxshi kerak bo'ladi. Endi qarang, mana zadaniya bo'limiga o'tamiz. Zarabot bo'limidan zadaniya bo'limiga o'tadigan bo'lsak, qarang. Bu saytda misol uchun turli xil vazifalar bor. Misol uchun mana qarang. Birinchi vazifa bir oddiy ro'yxatdan o'tish uchun bizga 1,5 rubl beradi ekan. Ikkinchi vazifa mana 30 rubllik vazifa bor do'stlar, mana 80 rubllik vazifa bor. Bularning misol uchun shartlari bor. Shartlarni o'qib chiqib, misol uchun bemalol bajarsangiz bo'ladi. Do'stlar, sizlarga misol uchun vazifasi yana qimmatroq bo'lgan vazifalarni bajaradigan bo'lsangiz, kuniga bemalol misol uchun 1000 rubl sarmoya startida ishlasangiz bo'ladi. Qarang, buni hozir misol uchun vazifasi qimmatlarini topishimiz uchun qarang, bu joyda hozir mana bizda kategoriya bor. Mana shu kategoriyada misol uchun mana filtrlar bo'lsa ham bo'ladi. Narx qimmatroqni misol uchun birinchi qo'ysak bo'ladi. Qarang, mana senaga o'tkazasiz. Mana senaga o'tkazgan payt qarang, do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana senaga o'tkazdim. O'tkazgan paytim qarang, bu yerda qarang, mana 1000 rubllik vazifa bor do'stlar, 1000 rubllik. Oddiy bitta vazifa 1000 rubllik. Buni misol uchun shartlari bor. Shartlarni misol uchun Google tarjimon orqali bemalol misol uchun bajarib 1000 rubllik vazifani bajarsangiz bo'ladi. Keyingisi do'stlar, mana registratsiyadan o'tish kerak deyapti. Buni ham mana 600 rubllik do'stlar. Buni ham shartlarini o'qib chiqib misol uchun bajarsangiz bo'ladi. Qarang, mana 520 rubllik. 500 rubllik do'stlar, mana 500, 400, 315, 300 rubl, 250 do'stlar, mana ko'ryapsiz, bu prosto nima deydi? Juda ham zo'r. Misol uchun bemalol kuniga 1000 rubl ishlasangiz bo'ladi. Shartlarni o'qib chiqib, misol uchun bajarib olasizlar do'stlar. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda misol uchun kunlik sarmoyasiz ishlab borsangiz bo'ladi. Undan tashqari surfing bo'limi bor. Surfing bo'limiga ham kirib olib, misol uchun turli xil video ko'rganlar uchun pul to'laydi. Mana 15 sekund ko'rasiz, 0.021 beradi ekan. Endi do'stlar, keyin mana bizda YouTube bo'limi bor. YouTube bo'limidan ham misol uchun videolarni ko'rib ham pul ishlasak bo'ladi. Qarang. Mana ko'ramiz, YouTube'dan misol uchun aytib o'tyaptiki, hozir obuna bo'lish narxi qarang. Misol uchun mana bu birinchi kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz 0.23 rubl beradi ekan. Bu ham misol uchun mana video ko'rish uchun bizga mana shuncha pul beradi. Mana oddiy videolarni ko'rib olib ham yaxshi pul ishlab olsangiz, mana 10 sekund video ko'rasiz, sizlarga pullar to'lab beradi. Shunaqa tartibda ishlab borasizlar. Yana boshqa bo'limlar ham bor. Bemalol ko'rib olib tanishsangiz bo'ladi. Hisobingizda mana pul tushadi. Mana bu asosiy hisobga pulingiz tushgandan so'ng qarang. Pullar yechib olish ko'rsataman. Pul yechib olish uchun bu yerda mana per rubl minimal yechish 3 rubl tashkil qiladi. 3% komissiya bor. Momentalniy bizga pulni to'lab beradi deyapti. Mana yozasiz va pullaringizni bemalol chiqarib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, bu ancha paytdan beri ishlab kelyapti. Sizlar ham bemalol misol uchun ishlab borsangiz bo'ladi. Hammaga omad do'stlar. Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang.